Salom do'stlar, sizlar bilan men Redger Gamer do'stlar. Bugun men o'zim dragonni juvanya qilib yo'q qilishga harakat qilaman. Va men oddiy Minecraftda Herobrine borligini tushundim. Oq ko'zli skeletlar. Suvda bo'lgani uchun meni hozir otmayapti bular. Oq ko'zli skeletlar oddiy Minecraftda bo'ladi. Shuni tushunmayapman. Qanaqadir mod qo'shgansa yoki boshqa narsa deyishinglar mumkin. Mana mod qo'shmaganimni isbotlab beraman. To'g'ri, mod qo'shganman, lekin unday mod emas. Men ikkita Pinkon shader bilan nab komplementary shader, ikkinchi qo'lga fakel olish va Java topori modi. Mana ishonmasanglar, mana Java demak deb yozib qo'ygan. Ko'rdinglar? Oddiy Minecraftda shu oq ko'zli skeletlar bo'lishi mumkinmi? Bu Minecraftda 1.21.51.01 versiyasi. Herobrine bor bu versiyada. Aniq bilaman. G'alati ovozlar bir vayron bo'lgan qishloqchada kimnidir ko'rdim. Boyada. Lekin videoga olishga ulgurmadim uni. Oq ko'zli skeletlardan Herobrine borligini tushunsa bo'ladi o'sha. Yana yetmaganiga bu yoqda emas edi. Qani. Oq ko'zli skeletlar-ku mayli. Mayli. Mana shu qizil ko'zli zombilar ham bor edi bu. Creeper ham ko'zi oq. Nega? Oddiy Minecraftda bo'lishi mumkin emas. Mana. Boshlandi. Herobrine bor. Aniq Herobrine bor bu yerda. 100%. Versa o'ynamaylar 1.21.51 versa. 1.21.51.01. Herobrine bor bu versiyada.